Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Aynani nabirajonlarim, jannat rayhonlarim. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Ro'zalar tutyapsizlarmi? Kim tutyapti ro'zani? Qani? Voy mali, qiynalib qolmayapsizlarmi? Sen o'rtadachi bitta ovqatlanmayapsanmi? Bitta bir marta Sirojiddin. Ha, malades. Mayli, taninglar sog' bo'lsin. Rizqxon san ham tutyapsanmi, onam? Robiyaxon san ham ro'za tutyapsanmi? Mayli, Allohchi ibodatlaringlarni dargohida qabul qilsin. Maktabda o'qishlar bilan qiynalib qolsanglarchi, masalan, ertaroqli turib, saharlikda turib, keyin o'sha ibodatlarni qilib, niyat qilsanglar, namoda sizlar yoshsizlar, tutmasanglar ham Xudo kechiradi. Xo'pmi, yo'qmi? Faqat to'polon qilmang, boshqa qilmay yursanglar. Aytgancha Ramazonlar yetyapsizlarmi? Ramazonga chiqyapsizlarmi? Ramazonga chiqyapsizlarmi? Hammalar Ramazon etib kelyapsizlarmi? Qani Ramazonni kim etib beradi? Qani kim biladi? Qani birinchi Samardindan boshlaymiz. Davay, tezroq ayta qoling. Ramazon aytib keldik, eshigingizga qo'chqorda pul, kamanda pul chiqara qoling, Misun pullar bog'ida anor bor. Anorini ichida shaqir pullar bor. Malades. Endi Robiyaxon sen ham aytganni qayta sen aytib boqding. Qattiq aytgan bu sekin aytdi. Qani? Ramazon aytib keldik eshingizga, qo'chqordek o'g'il bersin beshingizga, o'choqda pul, karmonda pul chiqara qoling, misun pulli bog'i bor, bog'ida anori bor, anorning ichida shaqir pullar bor. Olib chiqing beshik Etagingizga. Etagingizga sap chiqing, etagingizga sig'masa, tog'araga sap chiqing. Voy malades. Endi boshqalar hammalar shunaqa aytasizlarmi? 5 talaylar. Endi masalani bu aytayotgan Ramazonlaringlar bittasizlar emas hozirgi kunda. Butun mana shu mahallamizni hammasi, mana shu yonariq qishlog'imizni hammasi shunaqa Ramazon etyapti. Qibray rayonimizni ham hammasi shunaqa Ramazon etyapti degan xayoldaman men. Chunki qayerga borsam shuni eshitaman-da. Menimcha O'zbekistonda hammalar tengqur o'rtoqlaringlar mana shunaqa Ramazon etyapti. Qanaqa edi? Boshini ayting. Ramazon etib keldik eshigingizga. Keyin nima ekan? Qo'chqorda o'g'il bersin beshigingizga. Bu sizlarni aytayotgan Ramazonlaringlar Ramazon emas. Bu hali tilanchi, maddoh, betayin, gaday, darvishlarni ashulasiga o'xshagan narsa kimlardir shunaqa odam sizlar unaqa emassizlar. O'shunaqa odamlar o'ylab topgan, tarqatgan deb hamma odamlarni sizlardagi navaralaringizga shu narsa bir xil bo'lib qolgan. Endi Ramazon yetib kelsanglar eshigiga-da qo'chqorda o'g'il berish kerak ekan beshigiga. U yerda bir chol bilan kampir yashayotgan bo'lsa, maqad u qo'chqorda o'g'illi masalan. Bu niyat yaxshi endi. Endi to'g'ri o'tiring. Ko'rpachantigini kovlamay o'tiring. Endi bunda mazmun mohiyat yo'q. Keyingisi nima edi? Ramazon etib keldi eshigingizga, keyin qo'chqorda o'g'il bersin beshingizga. Keyin nima edi? O'choqda pul, karmonda. Bir pasda o'choqda kul, karmonda pul. Nima qildi? O'choqda kul bo'ladi, o'choq bo'lgandan keyin kul bo'lmay nima bo'ladi bu yerda? Pul endi karmonda bo'ladi. Chiqara qoling qancha? Bu shantaj-ku, bu do'q qilish-ku, 1000 so'm pul chiqara qoling deyish. Chiqarmasa-chi, keyinchi nima bo'ladi? 1000 so'm pulli nimasi bor ekan? Bog'i bor, bog'ida anori bor, anorining ichida shaqir pullar bor. Shaqir pullar bor. 1000 so'm pulli bog'i borisini men endi ko'zim oldida keltira olmayapman. Bog'i deganda buchi ani rezinkalar bo'ladi-ku, banklarda pullarni kesilgan rezinkalarda bundoq beliga qilib qo'yadi-da. Sanab. O'shani o'ylayotgan bo'lsa kerak. 1000 so'm pulli bog'i bor degani ani pulli beledagi belvog'i aytilyapti. Lekin uni qanaqa anori bo'lar endi u bog'ini? Anor bo'lsa, anorning ichida yaxshi shirin qon bo'ladigan dona bo'lish kerak. Anor ichida shaqir pullama qadi endi. Mana betayin gaplar, to'g'rimi yo'qmi? Undan keyingisi nima edi? Olib chiqing. Etagingizga sop chiqing. Etagingizga sig'masa, tog'araga sop chiqing. Iya, birinchi tog'araga solgan ma'qul emasmi? Etagini ko'tarib yurgandan ko'ra. Aja shuncha pul olib chiqmasa kerak hech kim. Qancha berishyapti? 1000 so'mdan? Voha, yaxshi. Yaxshi. Endi masalagachi.
yaxshiroq bir musulmoncha yaxshi anaqani o'rgatib qo'yaman, nima deydi? Biz bolaligimizda aytgan bir ma'noli nimalarni, ramazonlarni, xo'pmi yo'qmi? beraymi? Yarmini ber. Ani endi masalaga o'rgatib qo'yaman. Qani annaviy rizolarim mana o'tirib olaychi. Bismillahirrohmanirrohim. Eshtinglar, hozir yozib olasizlar, sizlar kattalar. Sen ham yozishni bilasan, yozib olasan. Bularga o'rgatasizlar, xo'pmi yo'qmi? Mana. Kiraversin davlat, shu xonadonga niyat qilasizlar. Kiraversin davlat, chiqaversin falakat. Amin Alloh, inshaalloh. Assalomu alaykum. Bizlar keldik deb boshlaydi. Xonadonga borganda salom bilan. Assalomu alaykum. Bizlar keldik. Payg'ambar yo'lini izlab keldik. 12 oy ichida bordir bir ro'za. Ro'zaning hurmatini beringiz bizga. Yo Rabbim sanalloh, mohi Ramazon daryodan bir yog'och oqib keladi. Ustiga qaldirg'ochlar qo'nib keladi. Qaldirg'ochning qanotiga zar boylangandir. 30 kun ro'za uchun bel bog'langandir. Ya'ni shunga 30 kun ro'zaga hamma bel bog'lab degani shiddat, shijoat bilan, niyat bilan, demak, yaxshi ishlarga azm qaror qildi degan ma'noni bildiradi. Mana shuni yozib beraman, sizlar aytasizlar. Hozir sal bo'lsa ham kimdir esida qoldimi? Siz esingizda qoldimi? Qani aytib boqingchi, siz esingizda qoldi. Siz yotib olmay, o'tiring, aynanday. Qani aytib boqingchi. Kiraversin davlat. Kiraversin davlat, chiqaversin falakat. Amin Alloh. Amin Alloh akbar. Rahmat. Ana endi men sizlardan sizlarni imtihon. Assalomu alaykum, bizlar keldik. Ana. Payg'ambarimiz yo'lini izlab keldik. Voy, malades. Qani yana bitta qaytarchi. Assalomu alaykum, bizlar keldik. Payg'ambarimiz yo'lini izlab keldik. Malades. Mana bir past yotlading, endi mana shu yaxshisini o'rganib olinglar. Rahmat sizlarga, tandirliginglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan mana ro'zada yaxshi niyatlar bilan Ramazonni aytganda unaqa do'q popsa qilib, shantaj qilib odamlardan pul olishni o'rganmanglar. Taninglar sog' bo'lsin. Baraka topinglar.